Sevimli TIV kanalida 2025 yil 7 noyabr kuni soat 19 "Oh-oh"da "Kechir" serialining 118 qismi namoyish etiladi. Bu qism yana tomoshabinlarni yurakdan larzaga soladigan, hayotiy haqiqatlarga asoslangan voqealari bilan ajralib turadi. Serial inson qalbining eng nozik iplarini chertib, kechirim, sadoqat va og'riq haqida chuqur o'yga chorlaydi. Ilyos, yo'l Kamaz haydovchisi, mehnatkash, lekin o'z qarorlari bilan hayotini tubdan o'zgartirgan inson. Nasiba, uy bekasi, 2 farzand onasi, sadoqatli ayol. Ammo Ilyosning ikkinchi marta uylanish qarori uni halokat sari olib boradi. Nasiba chiday olmay, o'z ro'moliga osiladi. To'y uchun olingan sovg'a esa dafn marosimiga xizmat qiladi. Bu manzara serialning eng achchiq ramzlaridan biri. 3 kuni topilgan kundalikda Nasiba har kunini, iztiroblarini, ko'z yoshlarini yozib qoldirgan. U Ilyosni sevgan, uni kechirgan, lekin xiyonatga bardosh bera olmagan. Serial ssenariysi shunchalik samimiy yozilganki, har bir sahna tomoshabinga yurak og'rigini his qildiradi. Endi savol, Ilyos pushaymon bo'ladimi? U Hamida bilan baxtli yashay oladimi? Bularning javobini siz Kechir serialining yangi qismida bilasiz. Bu voqealar hayotning o'zidan olingan.